Qadrli do'stlar, anglayotganinglar masalalardan qo'y terisiga o'rin olgan bo'ri. Burunning burnisida bir bo'ri bor ekan. U qo'ylarni tutmoqchi bo'pti. Biroq padichilar va ov itlari ko'zitib turg'achqa, bo'ri qo'y to'piga yaqinlasha olmabdi. Bir qancha kundan keyin bo'ri tog' ustida qo'y to'piga qarab o'ltiribdi. Onun maqsadini bilib qolgan ov itli bo'riga: "Sen bizning qo'ylarimizni tutamaysan, biz bek aqlli", debdi. Bo'ri bilan ishda o'xshashqu, biroq bo'ri texim aqlli. Men qo'yni tutgandan keyin bilib qolasan, debdi. Birdamdan keyin bo'ri yo'ldan bir parcha qo'y terisini tepibdi. Shuning bilan bir shumliqni o'ylabdi. Ikkinchi kuni bo'ri qo'y terisiga o'rnab elib, yayloqdagi qo'y to'piga so'qinib kiribdi. U yoq bu yoqqa mengib yuribdi. Ammo hech kim uning bo'ri ekanligini sezolmabdi. U itlarga qarab ko'nglida: "Kim aqlli? Albatta men aqlliqda", deganlarni o'ylabdi. Tuyuqsiz padichilar yayloqqa kelibdi hamda bir qo'yni o'ldirib yemoqchi bo'pti. Bo'rining ko'rinishi qo'yga bek o'xshab ketgachga, padichilar bo'rini o'ldirib, qo'yni o'ldirmabdi. Padichi qo'yning terisini elib etibdi. U va ov itlari uning hiliqi bo'ri ekanligini ko'ribdi. Ularning orasidagi bir ov itli ko'nglida: "Ha, ne demoning qozon to'shuk", debdi.